Bizga yana 4 ta korobka yengil palto, 50 ta kurtkalarimiz kelgan. Oldingi safar mashinadan keldi. Bu sal lituvchiroq model. Kelganda ham oversize turadi. Yoqalariga norka qo'yilgan. Uzunligi 75 sm. Juda ham chiroyli fason. Yelkalariga koja podstavkalar qo'yilgan. Bunaqa svetdan ham bor, mana ko'ringlar. Bu fasonimiz mana ko'ryapsizlar, lituvchi model, juda ham chiroyli, ranglari ham sochli ishlangan. Yoqasi menimcha yechiladi. Yechilar ekan. Uzunligi shu 75 sm. Bu krem svetimiz bo'lyapti. Keyingi svetimiz garchisniy svet ekan. Garchisniy svet mana sal jigarrangga tortib ketadi. Juda ham chiroyli fason. Oversize. Misol uchun bitta razmeri ketmaydi, 3 ta 4 ta razmer orasida o'ynab yuraveradi bemalol. Yursangiz bo'ladi. Keyingi korobkamizga o'tamiz. Bu korobkamizda yana xuddi shu model ekan. Menimcha hammasi bitta modelga o'xshayapti. Bu jigarrang to'q kelyapti. Oddiy jigarrang rangi kelyapti mana. Kelinlarimizni ham o'ylanmiz. Kelinlarimizga, yosh qizlarimizga ochiq sveti ham bor mana. Cerebristri rangi, cerebristri. Cerebristri xullas. Bu yerda lama sifatlarimiz kelgan. Sherstinoy, sal uzunroq variantlari. Yaqinroq bersangiz, da ko'rsatib olamiz mana. Sal uzunroq varianti, juda ham chiroyli ishlangan. Ichlari astarli ekan. Mana ichini astarni ko'ringlar. Gladki, qichitmaydi. Xo'p, buni ranglari jigarrang rangiga mana ko'rishingiz mumkin. Krem svet ekan. To'q jigarrang rangi ham kelgan, menimcha adashmasam. Qorasi ham bor ekan. Mana skromniy variant, qora rangi. Любой narsani tushib ketadi qorasi. Bitta kelib kiyib ko'ring, juda ham chiroyli narsa ekan. Bu oxirgi korobkamiz bo'lyapti. I seriya rangi bor ekan, imamaqa rangi ham bor ekan. Bu rangi qanaqa rang? Buni ochib ko'rsating, menimcha. Imamaqa seriya rangidan ham bor. Vishniy svet mana. Sredniy yoshli ayollarga mana shu rangi zo'r turadi. Bitta kelib kiyib ko'rsanglar, haqiqatdan zo'r variant. Modelimiz shu rangi bir 7-8 xil rang bo'lyapti. Modelimiz bitta model bo'lyapti. Juda ham chiroyli kelgan model. Xudo xolisa mana shunaqa yangicha fasonlar bilan sizlarni bahramand qilib turamiz. Xayr, salomat bo'linglar.